بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على خير خلقه محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. Hurmatli otaxonlar, muhtaram akalar, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Juma suhbatlarimizda Qur'oni Karimda nomlari zikr qilingan Allohning ulug' payg'ambarlari hayoti bilan tanishtirib kelayotgan edik. Bir necha jumalardan beri sura Yusufdan Yusuf payg'ambarning hayoti bilan o'rganib, tanishib kelyapmiz. Bugun vallohu alam Yusuf surasini xotimasi bilan tugatamiz. Yusuf alayhisolamning hayotlarini. O'tgan suhbatimizda Yusuf payg'ambarning o'z otasi bilan uchrashganligi, uzoq yillik ayriliqlardan so'ng Alloh taoloning fazli karami bilan bu oila bitta shaharda jam bo'lganligini o'tganmiz. Alloh taoloning fazli karami bo'ldi, Yusuf payg'ambarni nihoyatda ko'p bir imtihonlar, sinovlar bilan ibtilo qilgandan so'ng Misrning eng katta hokimiga aylantirdi. Va bu yerda otalarini, aka-ukalarini Yusuf alayhisalomga muhtoj qilib Misr diyoriga olib kelib qo'ydi. Va bundan so'ng bu ota bolalar, butun aka-ukalar hammasi jamlanib bir-biri bilan quchoq ochib ko'rishdi. Va bu ne'matlar Yusuf alayhisalomga juda ko'p berildi. Yusuf alayhisalom bu berilgan ne'matlarni hammasini eslab, ham payg'ambarlik, ham taxt, butun Misrning xazinasi qo'lida bo'lib turib, Alloh subhanahu va taologa bu ne'matlar uchun shukr qildi. Va duo qildiki: Robbi qad ataytani minal mulki va allamtani min ta'vilil ahadith. Fatiras samawati wal ard anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani musliman va alhiqni bis solihin. Shu oyat bilan Yusuf alayhisalomning qissasi tugaydi. Yusuf alayhisalom Allohga duo qilyapti. Ey Rabbim, menga mulkni, podshohlikni berding. Menga tushlarda ta'vilini o'rgatding. Ey Rabbim, o'zing osmonlar va yerlarni yaratding. Sen meni dunyoda ham, oxiratda ham xo'jamsan, valiyimsan. Meni musulmon holatda o'ldirgin va solih kishilarga qo'shgin deyapti. Robbi qad ataytani minal mulk. Inson payg'ambarlardan odob olish kerak. Payg'ambarlarning hayotida har bir mu'min uchun bir axloq bor. Yusuf alayhisalom nihoyatda quvvat sohibi bo'ldi. Misrda butun mulki qo'lida turibdi. Misrda eng kattasi bo'lib turibdi. Misr deyilganda hozirgi shu Qohira poytaxt, shu Misr aytilyapti. Ya'ni Qur'onda zikr qilingan shaharlardan bittasi Misr, poytaxti Qohira. Shu yerda podshohi bo'lyapti-da, menga mulk berding deyapti. Ya'ni bu erishayotgan yutuqlarim, g'alabalarim hammasiga meni o'zim zo'rligimdan, epchilligimdan erishganim yo'q. Seni fazling bilan, karaming bilan erishdim deyapti. Bu mulkni menga o'zing berding, yana menga shu tushlarda ta'bir qilishlikni berding deyapti. Ilmini o'rgatding. Inson qachon shunaqangi g'alabalarga erishadigan bo'lsa, yutuqlarga erishadigan bo'lsa, Allohni unutmaslik kerak. Chunki uni bu narsalarni berayotgan Alloh. Inson agar Alloh bunga qodir qilmaydigan bo'lsa, o'rnidan turishga ham qodir emas. Harakat qilishga ham qodir emasligini bildiryapti. Qur'oni Karimda nihoyatda ibratli bo'lgan qissalar ko'p bu to'g'risida. Tarixda mana Fir'avnning vaziri Qorun bo'lgan. Qorunga Alloh taolo nihoyatda juda ko'p mol, mulk, davlatlarni bergan. Hatto uni shu xazinasini, boyligini ko'tarib yuradigan nihoyatda baquvvat odamlar ham juda ko'p bo'lgan. Uni xazinasini, kalitini ko'tarib yuradiganlar. Shunda odamlar unga vaz nasihat qilgan. Ey Qorun, Allohdan qo'rq.
Alloh senga bu ne'matlarni, bu boyliklarni omonatga bergan. Buni ihsonini qil, muhtojlarni unutib qo'yma. O'zingni bos, Allohdan qo'rq, tug'yonga ketyapsan deb eslatma berishadi. Shunda bu zolim vazir o'zidan ketadida qala innama utituhu ala ilmin indi dit. Bu narsalarda hammasiga men o'zimni ilmimni zo'rligidan erishdim. Shuning uchun menga berildi deydi. Ya'ni men bu narsalarga o'zimdagi bilim bilan yetdim deydi. Allohning fazlini, Alloh berganligini unutadi. Ya'ni hamma yutuqlarini o'ziga nisbatlaydi. Alloh taoloni eslamaydi. O'zimni ilmim bilan, epchilligim bilan, chaqqonligim bilan bu narsalarga yetishyapman deydi. Xuddi shuni muqobilida Allohning payg'ambari Sulaymon alayhisalom bor. Alloh taolo Sulaymon payg'ambarga ham juda ko'p ne'matlarni berdi. Bu dunyoda juda ko'p narsalarga qodir qildi. Hatto Sulaymon payg'ambarga Alloh taolo hayvonlarni, qushlarni tilini ham tushunishlikni berdi. Hayvonlar va hasharotlarni ham gaplashganligini tushunadigan bir ne'matni berdi. Shunaqangi bahaybat jinlarni, devlarni u kishiga bo'ysundirdi. Shunday quvvat, qudrat sohib bo'lib turib ham butun ne'matlarni Alloh berganligini aytadi. Shu Yamanni malikasi Bilqis shu Sulaymon payg'ambarning huzuriga kelyapti. Kelayotganda Sulaymon aytadiki, jinlarga qarab aytadi. Ya'ni jinlar bu payg'ambarga bo'ysundirildi. Ular kelishidan oldin uni shu Yamanda qolgan taxtini meni huzurimga kim olib keladi deydi. Qala ifritu minal jin. Jinlardan shu polvoni ifrit aytdiki, o'rningdan turguningga davr shu uni taxtini men olib kelib qo'yaman dedi. Yana ilm berilgan boshqa undan ham kuchli jin aytdiki, ko'zingni ochib gungunga davr shu kursini, taxtni men shu yerga olib kelib qo'yaman dedi. Qarasa Sulaymon alayhisalom shu malikani o'tiradigan taxti qasrida turibdi. Buni ko'rdida, ya'ni bundan keyin xoliq kelitish kerak. Shunday quvvatlar yonida turibdi. Kuchli, qayerga qo'lini cho'sa yetyapti. Dengizning eng tubidagi qimmatbaho gavharni ham bir lahzada chiqyapti jinlar. Shuni ko'rib darhol aytdiki, qala haza min fazli robbi liyabluwani ashkuru am akfur va man shakara fa innama yashkuru li nafsihi. Sulaymon alayhisalom aytdiki, bu narsalar menga Rabbimning fazlidandir. Men shukr qilamanmi yoki bo'lmasam nonko'r, kufroni ne'mat qilamanmi? Shuni sinashlik uchun menga Alloh berdi deydi. Inson har qanaqangi baquvvat bo'lsa ham, har qanaqangi mol, mulk uni qo'lida bo'ladigan bo'lsa ham, bu narsani Allohniki deb bilish kerak. O'zi berdi, o'zi oladi deyish kerak. Alloh taologa butun yutuqlarimizga Allohning fazli karami bilan erishyapmiz deb turishimiz kerak. O'zimizga nisbatlaydigan bo'lsak, shu yerda biz adashamiz. Shu yerda bizdan Alloh taolo bu ne'matlarni olib qo'yadi. Chunki Qur'oni Karimda Alloh taolo Ol Imron surasida aytadiki, Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha va tanzi'ul mulka mimman tasha va tu'izzu man tasha va tuzillu man tasha biyadikal khayr innaka ala kulli shay'in qodir. Ayting ey Muhammad alayhisalom, malikal mulk, butun mulklarning egasi kim? Alloh. Haqiqiy podsho Alloh, malikal mulk. Tu'til mulka man tasha, o'zi xohlagan bandasiga mulkini beradi. Va tanzil mulka mimman tasha, xohlagan kishidan mulkini tortib olib qo'yadi. Va tanzil mulka mimman tasha, xohlaganidan mulkini olib qo'yadi. Buni ko'ryapmiz. Va tuzillu man tasha, xohlagan bandasini xor qiladi. Va tu'izzu man tasha, xohlaganini aziz qiladi. Yusuf alayhisalomning hayotini o'rganadigan bo'lsak, bu holatlar juda ko'p. Yusuf kim edi? Zaif, yosh bir bola edi. Quduqda o'zini eplolmaydigan bola edi. Lekin Alloh taolo shu quduqdan chiqarib Misrda eng katta podshosi qildi. Mulkni, podshohlikni berdi. Qad ataytani minal mulki va 'allamtani min ta'vilil ahadis. Menga podshohlikni berding va tushlarni ta'bir qilishligini berding. Yusuf alayhisalomga Alloh taolo mo'jiza qilib shu tushlarni ta'birini berdi. Hamma payg'ambarlar shu o'zini zamonasida mashhur bo'lgan soha bo'yicha yuborildi. Musa alayhisalomning davrida odamlar shu sehr bilan, polotchilik bilan, ko'zboyamachiliklar bilan shug'ullanardi. Alloh taolo shu Musoga mana hassasini yerga tashasa, bu qolgan odamlarni ilonchalarini hammasini yutib olardi. Iso alayhisalomga shu paytda tabobat rivojlangan edi, shu odamlarni tiriltirishdi, mo'jiza qilib berdi. Muhammad alayhisalomning zamonasida butun arablar
tug'iliboq she'r aytar edi. Hammasi she'rxon edi. Ularga shu she'rdan ham ustun bo'lgan. Butun arabda eng fasohatligi va balog'atlilari ojiz qoladigan Qur'onni mo'jiza qilib berdi. Va Qur'on mo'jizaligi mana har asrda yangilanyapti. Qur'onning mo'jizaligi bilan kashflar bo'lyapti. O'tgan asrda topilmagan ilmiy tadqiqotlar bu asrlarda topilyapti. Va bundan buyog'iga ham Qur'onning mo'jizaligi chiqaradi. Shuning uchun ulamolar aytadiki, Qur'onni zamonlar, Qur'onni asrlar kashf qiladi deydi. Qur'onni zamonlar tafsir qiladi deydi. Fatiras samawati val ard anta valiyyi fid dunya val axirah. Osmonlarni va yerlarni sen yaratding. Sen meni dunyoyi va oxiratdagi xo'jamsan. Ya'ni osmonlar va yer kimniki? Allohnik. Bir paytlar bo'lar edi. Zamon bizniki deydiganlar. Osmonlar va yer hamma yoqqa biz boryapmiz. Burgitga o'xshab osmonda uchib yuribmiz. Baliqqa o'xshab dengizni tubida suzyapmiz dishgan edi. Lekin shunaqa degan ulkan davlatlar hozirgi kunda mana yo'qolib ham ketdi. Ulardan asar ham qolgan yo'q. Lekin Alloh taoloning dini qoldi. Va bu din qiyomat kuniga davr qolaradi. Har qanaqangi qarshiliklar bo'lsa ham, to'siqlar bo'ladigan bo'lsa ham Allohning dini g'olib bo'ladi, qiyomat kuniga davr ketadi. Va bu din kelajak shu dindiki bo'lib qoladi. Anta valiyyi fid dunya val axirah. Bu duoda dunyoda bergan ne'matlarini eslagandan keyin oxiratda ham aytayapti. Oxiratda ham meni xo'jamsan. Ya'ni bu dunyo o'tib ketadigan dunyo. Bugun yayrasak, bugun yashasak, zo'r bo'lsak, baribir mangu emas. Lekin oxirat diyori, oxirat hovlisi mangu abadiy. Mana shu oxiratda meni o'zing hojam bo'lgin, valiyim bo'lgin, tawaffani musliman va alhiqni bis solihin. Ya'ni meni musulmon bo'lgan holatda jonim olgin va solihlarga qo'shgin deyapti. Ya'ni duo qilyaptiki, musulmon bo'lgan holatda meni o'ldirgin deb. Rasululloh sallamdan hadisda keladi, Yusufni davriga davr o'tgan payg'ambarlar birortasi o'limni orzu qilmagan ekan. Hatto biz ham shariat islomiyada o'limni orzu qilishlikdan qaytarilganmiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sahih hadislarda aytadiki, la yatamannayanna ahadukum al-mauta li durrin nazala bihi. Birortalar ham shu boshinglarga bir musibat yetadigan bo'lsa, bir zarar keladigan bo'lsa, shu zarar sababli o'limni orzu qilmanglar deydi. Endi shu iloji yo'q. Mana og'rib kasal bo'lyapti yoki musibatlar qattiq bo'lib ketyapti. Shunda agar iloji yo'q bo'ladigan bo'lsa, Allohdan duo qilib so'ranglar. Ey Allohim, in kanal hayatu khayran li fa ahyini va in kanal mautu khayran li fatawaffani. Ey Robbim, agar yashashimda xayr bo'ladigan bo'lsa, yaxshilik bo'ladigan bo'lsa, meni yashatgin. Agar meni o'lishimda xayr bo'ladigan bo'lsa, meni jonim olgin deydi. Shu oxirgi holatlarda ruxsat bor. Lekin o'limni orzu qilishlikdan biz asli qaytarilganmiz. Boshqa yana Rasululloh sallamdan keyin hadislarda Jibril duo o'rgatadi. Uzun duoda o'rtasida keladiki, "Iza aradta fitnata qaumin fatawaffani ghayra maftunin" deydi. Ey Allohim, agar sen bir xalqlarga bir imtihon, bir sinov, bir fitnalarni beradigan bo'lsang, shu fitnalar kelishidan oldin meni jonim olgin. Meni fitnalantirmasdan, shunaqangi og'ir imtihonlar bermasdan, shu imtihonlarda mubtalo qilmasdan meni jonim olgin deb duo qilishdi Jabroil Muhammad alayhisalomga o'rgatgan. Yana mana Imom Ibn Kasir Buxoriyda shu oyatni tafsirida keltiradiki, Buxoriyda hayotida Imom Buxoriy ham Xurosonga qaytib kelgandan keyin shu Buxoroda Xurosonda hokimi bilan bo'lgan muammo sababli, ya'ni fitnalar bo'lib ketgan. Shundan qiylanib oxiri butun hadislarni shu odam rivoyat qilyapti o'zi. Allohga duo qilgan ekanki, ey Allohim, o'zining huzuringga meni ko'targin degan ekan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam boshqa hadislarda keladiki, inna rajula la yamurru bi qabri rajulin yaqulu ya laytani makanak. Bir odam, ya'ni qachon Dajjal chiqqan paytda, fitnalar juda ko'payib ketgan paytda, imtihonlar, sinovlar, qora kunlar ko'paygan paytda bir odam shu qabrlarda oldidan o'tayotib, ey qani edim, seni o'rningda yotgan bo'lsam deb qoladi. Ya'ni fitnalar zamonasida, Dajjal chiqqan paytda, zilzilalar bo'lgan paytda odam o'limni orzu qilib qolar ekan. Bu qiyomat alomatlaridan. Fitnalar ko'pligidan shunaqa ahvolga tushadi deydi. Va alhiqni bis solihin. Meni musulmon bo'lgan holatda jonim olgin deb duo qilyapti. Balki Ibn Kasir aytadiki, bu duoda Yusuf alayhisalom umrlarini oxirida qilgan bo'lishi ham mumkin. Chunki Muhammad alayhisalom ham Oysha onamiz rivoyat qilgan paytda
Oysha onamizni qo'ynida turib jon berayotganda bal rafiqul a'la, bal rafiqul a'la, rafiqul a'la degan. Ya'ni payg'ambarlarga ixtiyor beriladi. Dunyoda yashaysizlarmi yoki Allohning huzuriga kelasizlarmi? Payg'ambarlar hammasi Allohning huzurini ixtiyor qilgan. Shuning uchun ham Oysha onamiz men eshitganmanki, rafiqul a'la, Allohning huzuri, Allohning huzuriga boraman deb aytgan deydi. Va shundan keyin jonlari uzilgan. Bunda shunga o'xshash Yusuf alayhisalom ham shu umrlarining oxirida bu gapni aytgan bo'lgan bo'lishi ham mumkin degan taxminlar ham bor. Yoki bo'lmasam shu Yusuf alayhisalomning dinida o'limni orzu qilishlik mumkin bo'lgandir. Bizning dinimizda bu mumkin emas deb aytishadi. Va meni solihlarga qo'shgin deyapti. Yusuf alayhisalom ya'ni oxirat diyorida solihlar bilan birga qilgan. Solihlar kimlar? Allohning payg'ambarlari, siddiqlar, shahidlar, shu Allohning yo'lida yurgan avliyolar. Shular bilan birga qilgan. Shular bilan birga jamlagin deyapti. Biz ham bu duolarni yodlashimiz kerak-da, shuni namozlarimizdan keyin aytib yurishimiz kerak. Shu duolar bilan inson Allohga yaqinlashadi. Shu yerda Yusuf alayhisalomning qissasi tugaydi. Undan keyin Muhammad alayhisalomga Alloh taolo aytayaptiki: "Zalika min anba'il g'oybi nuhihi ilayk va ma kunta ladayhim iz ajma'u amrahum va hum yamkurun." Bu sizga aytgan qissa g'ayib ishlaridan, g'ayib xabarlaridan ey Muhammad. Ma kunta ladayhim, bu aka-ukalar, Yusufning aka-ukalari, hammalari jamlanib Yusufni quduqqa tashlaymiz deb maslahat qilayotganda siz ularni oldida emas edingiz. Siz bilmasdingiz bu qissani. Bu g'ayib xabarlari. Bu sizni zamoningizga davr ming yil ilgari bo'lib o'tgan voqea. Agar biz sizga buni bildirmasak, siz qayerdan bilardingiz deyapti. Va ma kunta ladayhim iz ajma'u amrahum va hum yamkurun. Ular makr qilib shu tadbir qilayotgan paytda Yusufni quduqqa tashlaymiz deb ularda oldida emas edingiz. Uni o'zlaridan eshitmagansiz. Biz sizga bu g'ayib xabarlarini aytayapmiz dedi. Va ma aksarun nasi walau harasta bimu'minin. Agar siz ey Muhammad odamlarda shu iymonga kelishligini har qancha xolasangiz ham, shunga haris bo'lsangiz ham ulardan ko'pi mu'min bo'lmaydi deyapti. Ya'ni payg'ambarlarning qalbi shunaqangi muloyim bo'lganki, odamlarning iymonga kirishini, odamlarning islomga kirishini, shu jannatga kirishini xohlagan. Shu gaplaridan ta'sir qilsa-yu, mu'min bo'lsa-yu, Allohning yaqin bandalaridan bo'lishini xohlaydi. Har bir da'vatchi ham shuni xohlaydi. Ya'ni o'zi yaxshi ko'rgan shu iymonni, islomni, jannatni yaxshi ko'radi-da, qolganlarda ham shunga ilinadi. Lekin narigi tomon buni qabul qiladimi, qabul qilmaydimi, bu Allohning irodasi. Da'vatchilar, payg'ambarlar Allohning diniga, iymonga chaqirib ketaveradi. Payg'ambarlardan hamma shunaqa bo'lgan. Muhammad alayhisolamning qavmini islomga kirishini xohladi, iymonga kelishini xohladi, lekin ozchilik qabul qildi. O'zini eng yaqin odamlari ham, amakilari ham, qarindoshlari kirmadi. Mana amakilari Payg'ambarimiz sallam o xabar keldiki, amakiz Abu Talib jon talvasasida turibdi dedi. Payg'ambarimiz amakisiniga keldi. Shunda Abu Talibning uyida odamlar, mushriklar bor edi. Abu Jahl, Abdulloh ibn Ubay, yana boshqa mushrik kofirlar turibdi. Payg'ambarimiz Abu Talibning oldiga keldi, quloqlariga aytdi: "Ey amakijon, la ilaha illalloh deb qo'ying" dedi. "Men o'zim eshitdi, la ilaha illalloh desangiz, Allohning oldida men guvohlik o'taman" dedi. "Men kafilman, Rasululloh aytayapti. Siz shu Allohning oldida men hujjat bo'laman, siz jannatga kirib ketaman" deyapti. Shunda deyishligi bilan Abu Jahl yugurib keldida bu quloqiga: "Abu Talib, ota-bobolarimizni dinidan qaytib ketasanmi?" dedi. Abu Talib, shu jiyaningning diniga kirib ketib qolasanmi?" deb aytdi. Abu Talib: "Yo'q" dedi. "Men ota-bobomning dinida qolaman" dedi. Shunda payg'ambarimiz yig'ladi. Chunki amakilari otasini o'rnida dedi. Amakilari yoshlik chog'idan katta qilgan. Butun shu dushmanlarga qalqon edi. Nihoyatda yaxshiliklar qilgan edi. Rasululloh ham yaxshi ko'rardi amakisini. Va eshikdan chiqib ketayotganda aytdiki amakisiga qarab: "Agar modomiki meni Alloh sizga istig'for aytishlikdan qaytarmas ekan, men sizga istig'for ayta olaman" dedi. "Baribir Allohdan siz gunohlaringizni kechirishini so'rayman" dedi. Alloh taolo ostonada oyat tushirdi. "Ma kana li nabiyyin an yastaghfira lil mushrikin min ba'di ma tabayyana annahum ashabul jahim walau kana ulul qurbah." Ya'ni oyatda keladiki, payg'ambarga mushriklarga istig'for aytishlik yaxshi emas. Mushrik-ku istig'for aytishingiz yaxshi emas deydi.
bo'lib ham bularda ashabul jahim, jahannam egalari ekanligi aniq bo'lgandan keyin, garchi eng yaqin qarindoshlari bo'lsa ham, valau kana ulul qurba, eng yaqin qarindoshingiz bo'lsa ham mushrik bo'ladigan bo'lsa istig'for aytishlik yo'q deb aytdi. Shu oyat shu yerda tushgan. Undan keyin Rasulullohga oyat tushdiki, innaka la tahdi man ahbabta, walakinnalloh yahdi man yasha. Siz xohlagan odamingizni hidoyat qila olmaysiz. Ya'ni Muhammad alayhisalom xohlagan amakisini islomga kirishligini, lekin hidoyat Muhammad alayhisalomning qo'lida emas. Innaka la tahdi man ahbabta, walakinnalloh yahdi man yasha. Lekin Alloh xohlagan bandasini hidoyat qiladi. Qanchadan qancha aqllilar bor, lekin hidoyatdan uzoq. Qanchadan qancha oddiy odamlar bor, ular hidoyatda, iymonda yashayapti. Hidoyat Alloh beradigan narsa. Qalbi toza bo'ladigan bo'lsa, hidoyatga muyassar bo'ladi. Qalbi maraz bo'ladigan bo'lsa, hidoyatdan bebahra bo'ladi. Abu Talibga ham berilmadi. Va ma aksarun nasi walau harasta bimu'minin. Odamlarda juda ko'pi, siz har qancha haris bo'ladigan bo'lsangiz ham mu'min bo'lmaydi, deyapti. Ya'ni ko'pchilik iymondan bebahra bo'ladi. Yoki bo'lmasam iymonga kelar, lekin kufr keltirgan, kofir bo'lgan holatda iymonda bo'ladi deydi. Bu sura Yusuf alayhisalom qissasi shu oyatlar bilan yakunlanadi. Yusuf alayhisalomning hayotini mana o'qiydigan bo'lsak, bu 111 oyatdan iborat bo'lgan sura. Makka mukarramada nozil bo'ldi. Bo'lib ham Hud surasidan keyin nozil bo'ldi. Bu suralarda Muhammad alayhisalomga tasalli bor. Muhammad alayhisalom shu Makkada eng og'ir qora kunlarni boshdan kechirayotdi. Chunki shu yillarida Muhammad alayhisalomning shu tayanchlari bo'lgan Abu Talib amakisi dunyodan o'tdi. Shu yili Payg'ambar alayhisalomning iqtisodiy tayanchi bo'lgan Hadicha onamiz dunyodan o'tgan. O'zini eng yaqinlaridan ayrilgan paytlar. Shuning uchun Makka mushriklari Quraysh Rasulullohga, Rasulullohning sahobalariga nihoyatda ozorlarni kuchaytirgan. Qattiq ozorlar, azoblar, uqubatlar berayotgan paytda bu sura tushdi. Bu sura shu tasalli bo'lib tushdi. Ey Muhammad alayhisalom, sizga bu Quraysh shunaqangi ozorlar berayotgan bo'lsa, siz diningizga kirmayotgan bo'lsa, sizdan ilgari o'tgan Yusufning eng yaqin akalari ozor bergan. Sizga begonalar zarar beryapti, ozor beryapti. Lekin Yusufning o'zining akalari hasad qilgan. Siz ham Yusuf singari sabrli bo'ling, sabotli bo'ling deb bir tasalli oyatlari bor edi. Bu sura shunaqangi ajoyib, latif sura. Bu sura shunaqangi bir jozibador suraki, bu Yusuf surasini mana qanchadan qancha podsholar eshitgan. Bu surani qanchadan qancha ulamolar, fuzalolar, qalam sohiblari, shoirlar eshitgan. Bu suradan ta'sirlanib qanchadan qancha qalam egalari dostonlar bitgan, she'rlar bitgan. Chunki bu surani ta'siri, bu surani jozibasi nihoyatda odamga ta'sir qiladi. Chunki bu surada hamma o'ziga kerakli bo'lgan joyni topadi. Bu suraga shu musibatlanganlar o'qiydigan bo'lsa, qalbiga taskin bo'ladi. O'zini yaqinini yo'qotganlar o'qiydigan bo'lsa, qalbiga orom bo'ladi. Shunaqangi zindonda o'tirganlar o'qiydigan bo'lsa, Yusufning hayotini eslab tasalli oladi. Tuhmatga uchraganlar o'qiydigan bo'lsa, Yusufning hayotini eslaydi-da, yana bir taskin oladi. Shunaqangi mol-mulk fitnasi bilan fitnalanganlar o'qiydigan bo'lsa, ularga ham ta'sirli narsa bor. Bu sura bamisoli bir shu gulzorga o'xshaydi. Hamma o'ziga kerakli bo'lgan guldan hidini olib chetoladi. Bu sura shunaqangi mo'jiza suraki, Muhammad alayhisalomga Alloh taolo bu Yusuf alayhisalomni nihoyatda bir juz'iyot, ikir-chikirga davr aytib beryapti. Bu surani o'rganar ekanmiz, ba'zi narsalarga e'tibor bersak bo'ladi. Birinchisi, Alloh subhanahu va taoloning bu Qur'oni haq ekanligi va Muhammad alayhisalomni bir haq payg'ambar ekanligi. Muhammad alayhisalom o'qishni ham, yozishni ham bilmaydigan inson edi. Ilmdan xabari yo'q edi. Bu Makka mushriklariga shu Yusuf qissasini aytib beryapti. Ilmi yo'q bo'lgan odam, ming yillar ilgari o'tgan Yusuf hayotini bo'lib ham tafsilotlari bilan aytib beryapti. Agar ilmli bo'lganda Makkaliklar, Qurayshlar, kofirlar aytardi, bu ilmi bor, o'qib olgan kitoblarni, shuncha aytayapti deb gapiryapti derdi. Ya'ni birinchi nimasi shu Alloh taoloning dini, shu Qur'on haq ekanligi, buni mo'jiza ekanligi, shu saroyda ichida, yopiq eshiklarda ortida nimalar bo'layotganini ham Alloh taolo hammaga doston qilyapti. Yana bu surada oladigan ibratlar
shu Yusuf alayhisalomdan ta'sirlanib, ey Muhammad alayhisalom, siz ham va sizning ummatlaringiz ham shunaqangi bir imtihonlar kelgan paytda bir sabotda turinglar, chidamli bo'linglar, sabrli bo'linglar degan tasalli oyatlari bor. Shundan ibratlanishlik kerak degan mazmunda. Yana bu oyatda shu islomga targ'ib qancha Alloh taoloning ism sifatlari o'tyapti. Allohning hayot ekanligi, hay, Alloh taoloning qahhor ekanligi, vohid, yagona ekanligi ism sifatlari. Qur'onga qiziqish, Qur'onning mo'jizaligi keltirilyapti. Undan so'ng bu surada g'alaba musulmonlarga bo'lishligi bor. Ya'ni Yusuf alayhisalom baribir g'alaba qildi. Bu Qur'on suralarini o'qiydigan bo'lsangiz, musulmonlarga g'alaba bo'lishligi. Kofirlarning oqibati baribir yaxshilik bilan tugamasligi keladi. Yana bu suralarda shu halok bo'lgan qavmlarni nima sababdan halok bo'lganligi va najot topgan qavmlarni nima narsa ularga najot keltirganligini o'rganasiz. Shu ularning ibodati, Alloh bilan bog'lanishi, musibatlar kelgan paytda sabr bilan turishligi, shu musibatlar ustida ham Alloh bilan bog'lanib namozni ko'p o'qiganligi bilan najot topganligini o'rganasiz. Va shundan ibratlaning, siz ham shunaqa qiling degan hikoyalar bor. Va payg'ambarlarda hammasi odamlarga faqat yaxshilikni ravo ko'rishligi. Va bu yaxshilikni chaqirayotganda, shu islomga, iymonga da'vat qilayotganda odamlardan bir evaz talab qilmasligi, bir mablag' emas, Alloh uchun shu narsani yaxshi ko'rganligini aytayotganligini. Birorta bir payg'ambar bir dunyoviy manfaat talab qilmagan. Balki bu Allohning buyrug'i deb turib yetkazganligini o'rganasiz. Yana bu suralarda shu Qur'on surasidan Yusufning tafsiri mobaynida o'rgangan bilgan narsalarimiz biz musulmonlar iloji boricha sahih manbalardan o'rganishimiz kerak. Chunki musulmonlarning kitoblariga ham Isroiliyatul Yahud shunaqangi din dushmanlari tarafidan ham, yahudiylar tomonidan ham ko'p to'qima, soxta rivoyatlar kirib ketgan. Va bu juda ko'plagan bizning kitoblarimizga ham, arab tilidagi kitoblarga ham kirgan. Va bu o'zbek tiliga ham tarjimalar qilib ketilgan. Shuning uchun iloji boricha, ya'ni bunaqangi rivoyatlarda bir Qur'on bilan, hadis bilan o'zi bilan kifoyalanish kerak. Chunki eng sahih manba, masdar bu Qur'on va hadis. Chunki Qur'onda kelgan, mana bizning xalqlarimizga juda ko'p singib ketgan shu Yusuf va Zulayho qissasi. Ya'ni Zulayho degan shu Imrotul Aziz deb keladi Qur'onda. Ya'ni Zulayho ismi kelmagan. Zulayho ismi shu yahudiylarning kitobidan bizga o'tgan asli. Va bu Zulayho nomli ayolni oxiri Yusufga turmushga chiqqanligi va buni Alloh taolo shu yoshlik chog'iga qaytarib qo'yganligi yoki bo'lib ham shuncha uzoq yil turmush qursa bokira bo'lganligi haqida rivoyatlar bir Qur'onda kelmadi. Yoki Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning mana sahih hadislarda ham kelmagan. Bu narsalar ko'pincha biz bu Qur'ondagi Yusuf surasidagi asosiy mavzudan chalg'itib ham qo'ymaslik kerak. Ko'p odamlar shu Yusuf va Zulayho qissasini o'ziga qiziqadi-da, shuni gapiradi-da, lekin Yusuf alayhisalomning o'zi maqsadi nima uchun aytilayotganligini unutib qo'yadi. Yusuf alayhisalom Allohning diniga chaqiryapti. Tavhidga chaqirayotganligi, ibodatga chaqirayotganligi, shirkdan qaytarayotganligi unutib qo'yiladi. Sabr, sabotli bo'lishlik unutib qo'yiladi-da, hammani xayoli shu Zulayhoga ketib qoladi. Bo'lib ham bu Zulayho haqida kelgan ko'p rivoyatlar biz ishonchli masdarlardan, manbalarda kelmagan. Yana bu Yusuf surasida asosiy e'tiborga molik bo'lgan narsa shu tush. Bu sura o'zi nima bilan boshlanyapti? Shu yoshlik chog'ida Yusuf payg'ambarni tush ko'rganligi va bu tushini otasiga aytib berganligi bilan boshlanyapti. Inni ra'aytu ahada ashara kawkaba vash-shamsa wal-qamara ra'aytuhum li sajidin. Men 11 ta yulduzni ko'rdim. Ey ota, men 11 ta yulduzni ko'rdim. Quyosh va oyni ko'rdim, ular menga sajda qilgan holda yiqilyapti. Shu bilan boshlandi. Va bu tush bir necha yillardan keyin hayotda haqiqatda ro'yobga chiqdi. Bu birinchi tush edi. Undan keyin shu sijinda, zindonda Yusuf bilan birga o'tirgan yigitlarda tushi. Ikkita yigit tush ko'rdi. Va shu Yusuf alayhisalom ham zindonda o'tirganda shu Yusufning hayotida o'zgarish nuqtasini yasagan shu Misrning podshosini ko'rgan tushi. Misrning podshosi ko'rgan tush sababli Alloh taolo iza aradallohu shay'an yuhayyi lahu asbabahu dedi. Alloh taolo agar bir narsani iroda qilsa, bir narsani bo'lishini xolasa, sabablarini ham o'zi muhayyo qilib qo'yadi.
Shu Yusufni zindondan chiqishini Alloh xohladi va bunga sabab qilib, ya'ni podshoh tush ko'rdi va shuni ta'birini yetishlik uchun Yusuf zindondan chiqarilishi kerak bo'ldi. Ya'ni Alloh taoloning yo'lida yurganlarga Yusuf zindonda o'tiribdi. Shu bir zino, fahshdan o'zini tiyib, qochib zindonni ixtiyor qildi. Man taraka lillahi shay'an awwazahullohu khayron minhu. Kim Alloh uchun bir yomonlikni tashlaydigan bo'lsa, Alloh uni evaziga yaxshilikni beradi. Yusuf zinoni tark qilib zindonda o'tiruvdi. Shu Misrda eng katta podshosi u bilan aloqaga chiqyapti. Bu Alloh taoloning Yusufga bo'lgan marhamat. Allohning yo'lida yurganlar xolis bo'ladigan bo'lsa, shunaqangi yordamchilarni, ansorlarni Alloh taolo chiqarib qo'ya oladi. Alloh taolo o'zini yo'lda yurganlarni hargiz tashlab qo'ymaydi. Shunaqangi xolis, solih insonlarni Alloh taolo uchratib qo'ya oladi. Bunda shunaqangi ibrat namunalar bor. Va bu zindondan chiqishligi bilan Yusuf shu podshohning eng yaqin odamiga aylandi. Va shu Misrda boshqaradigan odam bo'ldi. Demak, Yusuf surasida shu 3 ta tush ko'rdi. Ya'ni bu tush masalasida odamlarda ham turli xil tushunchalar, e'tiqodlar bor. Bulardan bittasi mana ba'zi odamlar umuman tushlarni inkor qiladi. Ba'zi odamlar umuman tush bilan yashaydi. Ya'ni hamma narsada tushidan qo'qoradi va tushi bilan yashaydi xullas. Islom o'rtada turadi. Musulmonlarga, mana musulmon ulamolari bu haqida 3 xil gap aytadi tush haqida. Ba'zi tushlar bor, bu haqiqatda ilohiy tushlar, Rahmondan bo'ladigan tushlar bo'ladi. Alloh taolo shu narsani bildiradi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganki, tushlar, ya'ni solih tushlar nubuvatning 46 dan bir juzi bo'ladi deydi. Solih bandalar shunaqangi tush ko'radi-da, shu tushlarni ro'yobga chiqadi. Bu bor narsa. Shuning uchun ulamolar aytadiki, agar inson tahorat bilan yotadigan bo'lsa, bo'lib ham tongga yaqin sahar paytida ko'radigan tushlari rost bo'ladi deydi. Bu shu nubuvatning 46 dan bir juzi. Endi ikkinchi tushlar bor. Bu tushlar shu inson bir narsa haqida ko'p xayol suradigan bo'lsa, bir narsa haqida kimlar bilandir gaplashadigan bo'lsa, tushida shu narsa kirib qolishi mumkin. Buni ahamiyati yo'q bo'lgan tushlar, e'tiborsiz. Endi uchinchi tush bor. Bu tush shaytoniy tushlar. Shaytonning vasvasasi bo'ladi. Ya'ni hatto shayton tushingizga kirib ham o'zi kunduzi uyg'oqligingizda tinch qo'ymaydi bu shayton. Shunda ham vasvasa qilib fitnalar qiladi. Hatto uxlaganingizda ham shunaqangi vasvasa bir fitnalar olib kelishi mumkin. Tushingizda ham bir narsalarni kirib bir sizni chalg'itishi mumkin. Buni ham e'tibori yo'q, ahamiyatsiz bo'lgan tushlar ekan. Demak, Yusuf surasi, Yusuf alayhisalomning tarixi shu bilan tugaydi. Yusuf alayhisalom haqida mana Qur'onda shaharlardan faqat Misr shahri Qur'onda kelgan. Boshqa shaharlar nomi Qur'onda tilga olinmagan. Va bu surada Yusuf o'zining zikri bir necha bor keldi. Yoqub alayhisalomning zikri ismi keldi. Lekin boshqa insonlar, biz aytib o'tgan insonlarning ismlari Qur'onda, hadisda kelmagan, balki boshqa tarix kitoblarida kelgan. Biz imkon qadar iloji boricha musulmonlar tarixda ham Qur'ondan va hadislardan o'rganishimiz kerak. Boshqa sahih emas bo'lgan manbalardan o'qib olib, bu bilan talashib tortishmasligimiz ham kerak bo'lar ekan. Alloh subhanahu va taolo nasib qiladigan bo'lsa, kelgusi jumadan shu payg'ambarlar silsilasidan navbatdagi payg'ambarning hayoti bilan tanishamiz. Bir duo qilamiz. Alloh subhanahu va taolo bugun qiladigan ibodatlarimizni o'z huzurida qabul aylasin. Gunohlarimizni mag'firat qilsin. O'zi to'g'ri yo'lidan adashtirmasin. Alloh subhanahu va taolo mana Ayyub alayhisalomga shifolar berdi. Alloh subhanahu va taolo bizlarni ham ota-onalarimizga o'zi shifoi komil bersin. Ularni dunyodan o'tganlarini rahmat qilsin. Alloh subhanahu va taolo safarda yurgan birodarlarimizni o'zi sog' himoyasida asrasin. اللهم آت قلوبنا تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين واقض الدين عن المدينين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين واقض الدين عن المدينين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أو أقل من ذلك. اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا. اللهم ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافوك ولا يرحمنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم على عبدك ونبيك محمد برحمتك يا أرحم الراحمين.